Bugun choyxona mani galim. Sinfdosh bilasan, men uncha joyda o'tirmayman. Huzur ovqat qo'ysam, ish qilib, hali borsang bilasan. Bugun kirib chiqmayman. Mazza qilib dam olaman. Borsang bo'ldi, kirakash. Qara u yoqqa bormaganimga afsuslanib qolmay. 100 tali afsuslanmaysan, hali o'tsang bo'ldi. Raketsani Chorsida yangi ochilgan gummaxonim yuribdi-yu bu. Yurlaring kelguncha kirib o'tirib turamiz. Bolalar kutib qolmadinglarmi? Odamni sandan pastini ko'rmaganman. Xamir yeb, xamir chicharkanmiz dedi bugun. 3000 dan tusharkanda agar buni choyxonada bo'lsa. Kiramni tashlab kelma, 4 ta pereshka yeyman. Hammaga ikkitadan, bunga ikkitadan xonim olib keling. Men gumbaxoni yemayman. Yaqinda menyumizga qo'shilgan norindan olib kelib. Men har kuni gumma yeb to'yganman. Sayskali terashkadan olib keling bunga. Qorninglar to'ydi. Ha, Jamshid, esingdan chiqib qoldimi? Pulimiz yetmasa bitta xonim ikkiga bo'lib non orasiga qo'yib yeyishimiz. Ha, Bekzod, oyingni shirin xonim qilardilar. Maktab burchiga olib chiqib sotardilar. Ha, yetgancha sen qozon kabob yeb, katta bo'lgansan-ku. Ha, Otash, maktab payti kim nurilsa, to'yguningcha emas, bu kuninchi yilding-ku. Ha, Kamol, gap pulda emas. Oqibat tiklashdi. Yoshlik ko'taraverarkan, bitta nonni bo'lishib yeb, bitta avuda cho'milishi, choyxonani joyiga yoki ovqatiga qarab emas, kurdagi bolalarni sharoitiga qarab choyxonani qilish kerak deb o'ylayman. Sen nima fikrdasan? Men o'sha 5 so'mga qornimizni to'ygan davrlarni sog'indim. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, oddiy insonligimizni unutib qo'ymaylik. Mana shu videoni oqibatsiz oqibatli sindoshlarga